Hammaga salom bolalar. Bugun men sizlarga Telegram orqali Telegram Pixie orqali va Telegram orqali bitta bot yasash, ya'ni Telegramga nomersiz kirish haqida aytaman. Bu faqat Telegram Pixie ishlaydi. Bizga birinchi kerak bo'ladigan bot Phaser kerak bo'ladi. Xo'sh, uni ichiga kirib olamiz va new bot ustiga bosamiz. Bunga ism tanlaymiz. Masalan, Tedro is bot bo'ladi, to'g'rimi? Zo'rku nom is bot. Keyin bu yerdan kichkina bilan bot yozib olamiz. Keyin bu yerga ham ashuni faqat pastki chiziqcha ham qo'yish kerak. Agar bo'lmasa, bu Tedro is bot, ya'ni meni nima desa bo'ladi, yarata olmaysizlar. Tedro is pastki chiziqcha bot. Xo'p, keyin jo'natamiz. Bizga mana shu Kafiravayt bo'lamiz. Keyin ashuni nomerlarni beradi. Keyin Telegram Pixie ga kirib olamiz. Xo'sh, bu yerdan profilga kirib olib kechirasizlar. Xo'p, birinchi hisob qo'shishga kiramiz. Keyin bu yerga bot token orqali ro'yxatdan ochishga kiramiz. Keyin asha Kafiravayt qilganimizni qo'yib olamiz. Va tayyor. Bizga narsalarni o'rgatadi. Mana bosh ekran, bosh menyu degan deydi. Xo'p. Agar bu video sizlar uchun qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like, obunani bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Bosmagan, aytmay qo'yaver, jimot. Bosmagan jimot bolalar. Xo'p, obuna bo'lib, like and subscribe degan deb bosib qo'yinglar. Meni kanalim bor, Telegram kanalim ham bor. Tedro desangiz chiqadi. Yana ссылка описанияda Telegramga o'tish uchun. Hammaga xayr.